xo'jayinim bolalarim xursand bo'lsin deb ko'chadan 500 mingga qulupniko shokolad sotib olibdilar. Ko'rib turganinglardek bolajonim xursand bo'lib yeyolmadi. Ko'chanikidan uyiga 1000 marta yaxshi deb o'zim qilishni boshladim. Bahonada sizlarga ishonchli retseptimni videoga oldim. Qulupniklarni yaxshilab yuvib salfetkada quritib olamiz va 10 minutga muzxonaga qo'yib qo'yamiz. 10 minut bekor turmanglar deb men sizlarga dinay suvlardan ochib beraman. Olinglar. Bitta bolamga qulupnik yoqsa, bitta bolamga banan yoqadi. Oyijon, banandan ham qilib bering deyishgan uchun mana shunaqa bananni ham shpashkaga tiqib tashladim. Shokoladni mikronovkaga qo'yib o'tirish shart emas. Qaynab turgan cho'g'imni ustiga kosani qo'yib, ozgina yog' solib, shokoladingizni eritsangiz bo'ladi. Suyuq shokoladimiz tayyor. Endi chiroyli qilib bananlarimizni tiqib chiqamiz. Shokoladimizni yaltirash sirini aytib ketaman. Ozgina yog' solganingiz evaziga shunaqa yaltiroq bo'lib chiqadi. Bananni ustiga ozgina fistashka upasidan sepdim. 10 minut ichida qulupniklarimiz tayyor bo'ldi. Endi barglarini tepaga ko'tarib, shpashkalarga joylab chiqamiz. Birin-ketin shokoladga bo'ktirib chiqamiz. Qulupnikning muzdelikni evaziga ustida shokolad sirazi qotadi. Shuning uchun shokoladga tiqishingiz bilan ustidan fistashka sepishingiz shart. Ko'chanikiga birga-bir o'xshash uchun mana shunaqa chiroyli izlar ham tushirib chiqdim. Qulupniko shokolad va bananlarimiz tayyor. Menga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Qulupnik yaxshi ko'radigan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, mehringiz isboti bitta like bosib ketish esingizdan chiqmasin.